So'nggi vaqtlarda fuqarolarning ishonchiga kirib, bank plastik kartochkalari va bank hisob varaqlaridan pul mablag'larini talon-toroj qilish holatlari ortmoqda. Internetdagi firibgarlikning ko'p tarqalgan turlaridan biri phishing hisoblanadi. Bunda firibgarlar soxta saytlar, ijtimoiy tarmoqlarda soxta akkauntlar, elektron xat jo'natmalarini yaratish orqali fuqarolarning shaxsiga doir ma'lumotlarni o'g'irlaydi. Carding deb ataluvchi yana bir firibgarlik turida fuqarolarning bank plastik kartalari bilan bog'liq maxfiy ma'lumotlar o'g'irlanib, hisoblardagi pullar yechib olinadi. Bunda internet do'konlarining serverlariga, hisob va to'lov tizimlariga buzib kiriladi. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida O'zmilliy bank tizimida mijozlar uchun bir necha qulayliklar yaratilgan. Birinchi navbatda Face ID qo'yilgan. O'sha kredit olayotgan paytingiz ham, ariza berayotgan paytingiz ham bizlar sizni yuzingizni olamiz va tekshiramiz, sizmi, siz emasligingizda. Bundan tashqari ariza tashlaganingizdan so'ng sizga ma'qullagandan keyin o'zimizning call centerga chiqishni tavsiya qilishadi. Siz call centerga chiqib, o'zim haqiqatan olyapman deb murojaat qilasiz. Call center xodimi yana bir marta sizga telefon qilishadi. Tasdiqlaganimizdan keyin o'sha yana bir marta o'sha scoring tizimidan o'tkazamiz. Sababi nimaga? Masalan, boshqa ilovalardan yana kredit olgan bo'lishi mumkin-da, o'sha bir kun ichida, misol uchun, endi 2 kun ichida bizlar ko'rib, tekshirib va undan keyin beramiz. O'zbekiston Milliy banki o'z mijozlarini kiber tahdidlardan himoya qilish uchun o'tgan davr mobaynida qanday ishlarni amalga oshirdi? Registratsiya qilayotgan paytimiz, masalan, nima deyapti, mana firibgarlar ilovani yuklab turib kirmasligi uchun bizlar birinchi navbatda mijozni o'sha Face ID dan o'tkazamiz. O'zimi, o'zi emasmi? Agar firibgar bo'lsa, o'zini yuzini hech qachon ko'rsatmaydi. Markaziy bank talab bo'yicha o'zi har bitta P2P bo'yicha kartadan kartaga o'tkazayotgan payti mijoz o'sha Face ID dan o'tgan bo'lishi kerak, identifikatsiya bo'lgan bo'lishi kerak. Bu narsani ham bizlar yo'lga qo'ydik. 5 ta bir xil operatsiya bajarsa, bizlar avtomat tarzda fraud tizimimiz ishlab blok qiladi. Keyin yechilgan summalarga ham limitlarimiz bor. Masalan, deylik kunlik o'zimiz bank bo'lsa 40 million, boshqa bank bo'lsa 20 million, masalan, o'zimiz bir oyda misol uchun 200 million, 150 million limitlar qo'yganmiz. Shu o'rinda O'zmilliy bank fuqarolardan har qanday holatda ham shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxsga oshkor etmaslikni so'raydi. Chunki bank xodimlari hech qachon mijozlarga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar hamda telefon xabarnomasiga kelgan kodni so'rab murojaat etmaydi.